O'zbekistonda ko'chada pichoqlarni, kassetlarni, suriken, bumeranglarni, betalarni, gurziga o'xshash qurol sifatida ishlatsa bo'ladigan buyumlarni olib yurishga ruxsat bormi yoki olib yurganlik uchun javobgarlik bormi? Keling, mana shu masalani ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rishdan avval obuna bo'lib qo'yib, videoni o'zini kuchiga ishonmaydigan, kasset pichoqqa ishonadigan do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 185 prim 3-moddasida belgilab qo'yilgan avtomatik tarzda chiqadigan 90 mm dan uzun bo'lgan pichoqlarni olib yurish, kassetlarni olib yurish, suriken, bumeranglarni olib yurish, betani ham agar sport maqsadidan tashqari holatlarda o'zini nima deydi, shaxsiy himoyalash maqsadida olib yurish ham javobgarlikka sabab bo'lib, bu holatda siz agar sizni huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari kasset bilan, pichoq bilan, bumerang, surikenlar bilan ushlaydigan bo'lsa, javobgarlikka tortilib 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olinishingiz mumkin. Qisqa qilib aytganda, o'sha kassetlarni, pichoqlarni olib yurganingiz uchun 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilangan. O'zbekistonda ruxsatnomasiz olib yurishga o'zi umuman ularni olish uchun bir deyarli aniq ruxsatnomani olishni o'zi ham bir qiyin masala hisoblanadi. Iloji boricha ko'chada yuribsizmi, o'zingizni mushtingizga ishoning. Siz erkak kishisiz, pichoqqa, kassetga ishonmang. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yishni va videoni o'zini mushtiga ishonmaydigan, kassetga ishonadigan do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.